Hamma robot orqali NFT giftlarni so'mga sotib olish ko'rsatib o'taman. Buning uchun NFT market ustiga bosasiz va bu yerdan gift olish tugmasini bosasiz. Bu yerda har xil NFTlar bor, sotuvga qo'yilgan. Shu yerdan o'zingizga yoqqanini tanlaysiz. Misol uchun men shu NFT olmoqchiman. Ko'rish uchun havolani ko'rish ustiga bosamiz. Shu NFT narxi 9 ming so'm ekan. Buni sinab ko'rish uchun o'zim sotuvga qo'yganman. Buni olish uchun hisob to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Hisob to'ldirishdan oldin karta qo'shish kerak. Karta qo'yish tugmasini bosamiz. Siz bu yerga o'zingizga tegishli bo'lgan pul tashlaydigan kartangizni kiritasiz. Ism familiyangizni yozasiz, karta ism familiyasini. Yozganingizdan keyin hisob to'ldirish qilib, kerakli summani yozib hisob to'ldirasiz. Xo'p, hisobingiz to'ldirilgandan keyin NFT marketga qaytasiz. Gift olish tugmasini bosasiz. Hozirgi NFTga o'tasiz. BP tanlaysiz va narxni ustiga bosasiz. Xo'p, so'rayapti NFTda qaysi profilga olmoqchisiz? Super profil, ya'ni NFT olmoqchi bo'lgan profil yozasiz. Yozganingizdan keyin buyurtmangiz qabul qilinadi va hisobingizdan 9 ming so'm yechib olinadi. Ya'ni NFTda summasi yechib olinadi. Bu yechib olingan summa admin hisobiga kutish holatiga o'tib, admin hisobiga o'tib ketadi. Va bu yerda yozadi, buyurtma bajarilishini 10 daqiqa kuting. Agar 10 daqiqa ichida buyurtma bajarilmasa, bekor qilish tugmasini bosing. Bekor qilish tugmasini bosadigan bo'lsa, sizdan yechib olingan pul 100% hisobingizga yana qaytadan o'tkazib qo'yiladi. Agar mabodo buyurtmani tezlatmoqchi bo'lsangiz, NFTda sotuv qo'ygan odamga, ya'ni sotuvchi yozish qilib, men NFT olish uchun buyurtma berdim, buyurtmani tasdiqlab oling desiz, u tomonidan buyurtma tasdiqlansa tezroq bo'ladi. Xo'p, keyingi xabar. Sotuvchi buyurtmani qabul qilsa, sizga xuddi shunday xabar keladi. Sotuvchi buyurtmani qabul qildi, 15 daqiqa ichida sizga NFT jo'natiladi. Agar 15 daqiqa ichida sizga NFT jo'natilmasa, adminga yozsangiz, bu buyurtmangizni bekor qilib, sizdan yechib olingan pulni bot hisobiga qaytadan tashlab beradi. Xo'p, keyingi xabar. Sotuvchi buyurtmani bajarsa, sizga qanaqa xabar keladi? Sizga NFT jo'natilgandan keyin xuddi shunday xabar keladi. Buyurtma NFT'siga yuborildi. NFT'da olganingizni tasdiqlaysizmi deb xabar keladi. Agar NFT'da olgan bo'lsangiz, ha tasdiqlayman tugmasini bosasiz va sizdan yechib olingan pul sotuvchining hisobiga o'tib ketadi. Agar yo'q olmadim tugmasini bosadigan bo'lsangiz, sizdan yechib olingan pul admin hisobida qoladi va bu buyurtma, ya'ni apellyatsiya holatiga o'tkaziladi. Yo'q olmadim tugmasini bosib, agar olmagan bo'lsangiz, adminga yozsangiz, bu buyurtmani bekor qilib, sizdan yechib olingan pulni hisobingizga tashlab beradi. 100% ishonchli sotuvchilar bo'ladi. Ishonchli darajasi siz sotib olayotgan buyurtma NFT sizga to'liq o'tmaguncha sizni pulingiz hech kimga o'tib ketib qolmaydi. Bemalol sotib qilsanglar bo'ladi.